Assalamu alaikum. Dünyanın her kaysi yerlerdeki Şarkı Türkistanlık karındaşlar. Bugün İstanbul Xitay konsulxanası aldıdaki faaliyetninki 16. günü boldu. Bu 16 günden biri bu yerda meyli yağmur yağsın, soğuk bolsun, ısık bolsun, özününki davası da çıng turup bütün dünyaya özünün derdini anlatış için nurgulluğan yigitlerimiz, nurgulluğan kızlarımız alahida kahramanlık gösterdi. Şunun için aldı bilen meyli müşahik çıkıp bir gün tuğan, iki gün tuğan ya ki başlanğandan biri bugün kadar müstehkem müşahike umum vaktin çıkarıp tuğan karındaşlarımızga rahmet eytimiz. Allah subhanahu ve taala çokum müşahede tuğan şu kademlerge ecri mükafat ata kırıdı. Bununla hemimiz toluk işencili buluşumuz lazım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde İza aradallahu bi'abdin hayran istamele. Allah subhanahu ve taala bir bendige yaxşılıkını irade kıysa bu bendini işiltidu. Yani doğru yolga hareketlendirdi, işiltidu degen. Bugünkidek halkımız, ata-anamız, urug' tuqqanlarımız eğer zulümde kalgan, turmulada yetivatkan, muşundak bir günde şu zalimge karşı turuştum mu büyük, şu zalimge karşı turuştum mu eğer bir mesuliyet bulmamız gerek. Eğer bir hizmet nait müstehkem büyük bir hizmet bulmamız gerek. Allah subhanahu ve taala'nınki müşahiki çıkan, günde çıkavatkan karındaşlarımızınki müstehkem tuğallığı Allah'ın şulağı bir yaxşılıkını irade kıygallığı. Man bu yaxşılık kat'i bikak etmeydi. Şunun için bir yerde turuvatkan karındaşlarımızga deydiğimiz ve dünyanın her kaysi yerlerdeki zalim karşı özünün koldan kilişi çıkarıvatkan şu zulümni to'xtatish uchun harakat qilayotgan bütün qarindoshlarımizga deydigan gapimiz nima desa, yo'limizda mustahkam turayli. Mayli biz umid qilgan, arzu qilgan natijaga darhol hozir erishayli, mayli hatto erishamay bu dunyodan ketayli. Mümin musulmon uchun hammadan muhimi nima desa, o'zining maydoni, prinsipi, o'zining tanlab mangan yo'lida mustahkam turish. Mana bu mustahkam turuşning o'zi müminga nisbatan g'alba. Hatta bu dünyada o'zi maqsad qilgan g'oyaga erishamagan taqdirdimi. Bu haqiqatni biz tunugan vaqtimizda biz yo'limizdan zerikib qolmaymiz. Bu qilayotgan ishning foydasi bo'lmadi-ku. Biz 6 oyni yaqin namoz qildik, u yerda turdik, bu yerda turdik, uni qildik, buni qildik. Natija hech bo'lmadi-ku. Deydigan umidsizlik nereden keladi desa, qilayotgan ishning mevasini darhol uzsam bo'ladi, qalbini ko'zam bilan ko'rsam bo'ladi degan mushu insondagi tuyg'uning sababidan keladi. Lekin biz qachoniki mening dushmanga qarshi turishim, zolimga qarshi turish maydonida mustahkam turishim, bu yo'lda zerikmasligim, herib qolmasligim, mana bu menga nisbatan zo'r g'alba degan tushuncha, degan iroda kelalisak, mana bu mengayotgan yo'limizda texmi mustahkam davomlashtirib mengishqa bu tushuncha, bu iddia haydakchi bo'ladi, turatki bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'minlar jihad yo'lida, xizmat yo'lida mayli azroq jafo tortsin, mushaqqat tortsin, bular ussizlik yetsin, har qanday inson xolimaydigan, insonning jismi, aqli har tarafga ta'sir ko'rsatadigan bir musibat, bir xafilik yetsa, mush xafilikning badaliga Allah subhanahu ve taala ular uchun katta ajrlarni yozadi degan. Katta mukofotlarni yozadi degan. Shuning uchun to'liq ishonchli bo'laylikki, mushahada tuğan qadamlarimizga shuqum Allah subhanahu ve taala katta mukofotni yozadi. Ajrni yozadi. Bu ajri bizningki dunyoligimiz va oxiratligimiz uchun birdan bir foyda olib keladigan, natija olib keladigan ish Allohning roziligiga erishish. Shuning uchun biz dunyodagi
her qandaq bir Sharq Turkistonlik bo'ladi ekan, her qaysi davlatda, yalğız Türkiye'de, yalğız İstanbul'da emas, meyli 3 adam bo'lsin, meyli 5 adam bo'lsin, mushunda Xitoy qarshi davomliq kurash maydonida xalqimizning bo'lishini arzu qilamiz, umid qilamiz. Bu ishninki cho'qim natijasi bugun bo'lmasa ati bo'ladi. Buning natijasi bütün dunyoga mushundaq bir havani, mushundaq bir intilishni biz bera olsak, cho'qim dushmanimiz bo'lgan zolimlar tariyaga qistiladi. Dushmanimiz bo'lgan zolimlar cho'qim bir narsa deyishga majbur bo'ladi. Mana bu mu bizningcha bir qalbimiz, mas'uliyatimiz, natijamiz. Bu birinchi mening qilmoqchi bo'lgan gapim. Ikkinchi, biz Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'layli, mayli olimlar bo'layli. Necha vaqtdan beri mo müşahede bizning olimlarimizdan Habibullahjim bo'lsin, boshqa qarindoshlarimiz, ustozlarimiz bo'lsin, o'tgan gapda Ataullah Xalpitajim va uningdan boshqa ustozlarimiz bo'lsin, nurg'un qarindoshlarimiz imkoniyat bala, sharoiti bala bu yerga har doim tug'anli bo'ldi. Va chiqib müşahadalarni yo'qlaganlar bo'ldi. Bu nimaning natijasi? Bu nimani bizga bildirdi, tushuntirdi desa, cho'qim biz xalqimiz zolimga qarshi har qanday bir ishni qildikan, mush ish bilan birga bu ishni qo'llaymiz. Bu ishning keynida qo'limizdan har qanday ish kascho, buni cho'qim chiqarishga tayyor. Bularga har tarafdan qo'llashga tayyor. Bu hech qanday bir qarindishimiz shaklandigan masala emas. Chunki da'voninki yo'li xilma-xil, xizmatning turlari xilma-xil. Cho'qim biz umumiy xalqimizdan mushaga chiqqan irodalik yigitlardek o'zining bir kishilik mas'uliyatini tunishini, o'zining bir kishilik mas'uliyatini ijro qilishini, ado qilishini talab qilamiz, umid qilamiz. Chunki har birimiz hammamiz shu Alloh subhanahu va taolaning oldiga yolg'iz hisob beramiz. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda deydi. Hech qanday bir Sharq Turkistonlikninki bugungi kunda men qilmasam palani qiladigo, ya tashkilot qiladigo deb mas'uliyatni o'zining gadindan elib boshqalarga tashlash haqqi yo'q. Bu eg'ir xatolik. Shuning uchun har qanday bir Uyg'ur, har qanday bir muhojir mening bir kishilik mas'uliyatim bor. Men o'tashga tegishlik majburiyatim bor degan bu haqiqatni tunishi lozim. Mush asosda har odam o'zining qo'ldan kelishicha kuch chiqarish lozim. Qo'ldan nima ish kelsa, qaysi ishni yaxshi qila olsa, mush sahadacho kuch chiqarish lozim. Bu ikkinchi so'zim. Uchinchi so'zim, Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bu oyatning sababi nima desa, bir qism Iroq jangallardan kelgan, endi musulmon bo'lgan kishilar payg'ambarimizning yoniga kelib, nima degan desa, xalqlar sen bilan urushsa biz urushmay musulmon bo'ldik. Xalqlar sen qarshi tursa biz sen ergashdik deb o'zining musulmon bo'lganligini minnat qilgan. Minnat qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bularga javob qaytarib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, bular sening yoniga kelib o'zining musulmon bo'lganligi bilan minnat qiladi. Ular deb qo'ygan. Ular o'zining musulmon bo'lganligi bilan minnat qilmasin. Balki Alloh subhanahu va taolaninki shularni islomga hidoyat qilish bilan Alloh bunga minnat qiladi. Asli haqiqiy minnat qilish loyiq zot qaysi desa Alloh. Bular buni minnat qilib bermasin degan. Buningdan biz nimani bilishimiz lozim desa, bizning mushaga chiqishimiz, zolimga qarshi turishimiz Allohning bizga ato qilgan bir ne'mati. Chunki hayotimiz qaraydigan bo'lsak, muhojiratdagi xalqimizning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, xalqimizning ko'p qismi da'vodan yiroq. Shundaymi yo'qmi? Bu haqiqat. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropa, Amerikada bo'lsin, biz masalan Yaponda 2,5 ming 3 ming odam bor deb anladik Uyg'urdan. Lekin namoyish Xitoy qarshi harakat bo'lsa 100 odam chiqadi chiqmaydi. Bu nima desa, Alloh subhanahu va taolo mushahada tug'an qarindoshlarimizga,
ve dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarımızga şu zalimi qarshi turishdan iborat bir ideyani, bir iymonni ato qilganligi bu Allah'ның bizga ato qilgan ne'mati. Allah subhanahu ve taolaga rahmet deyishimiz, Allah'a mushundaq zalimning zalimligini tunganligimiz, zalimga qarshi turishdan iborat bu irodani Allah'ның ato qilganligiga Allah'a hamda Allah'a shukr etishimiz lazım. Biz bu xizmatni, zalim qarshi turishni nima deb qilyapmiz? O'zimizning bir kishilik burchi, mas'uliyatimiz deb qilyapamdiq yoki bu orqali minnat qilish uchun qilyapamdiq? Men o'ylayman, mushahid turgan hammamiz bu xizmatni Allah'ның roziligi ve shundaqla o'zimizning burchi, mas'uliyatimiz, biz qilishga tegishli ish bu. Biz qilmasak bu xalqimizning davosini kim qiladi degan iddia bilan qilyapmiz. Shundaymi yo'qmi? Shunday. Undaq bo'lganda biz sirtki bir qism o'zaro bizning munosabatlarimizni buzishga, suvni laytib, beliq tutishga urinayotgan, Facebookning oldida o'tirib, o'zimizning ichiga ziddiyat terishga urinayotganlarga fursat bermaylik. Biz palani chiqibdi, pustani chiqmabdi deb chiqqanlarni xalqning maqtishini umid qilib, chiqmaganlarni uyda o'ltirib xalqning tillishini arzu qilib chiqmadik bu yerga. Shundaymi yo'qmi? Albatta biz nima deb chiqdik desa, bu xizmatimiz, bu bizning da'voyimiz, bu bizning burchimiz, mas'uliyatimiz deb chiqdik. Unda bo'lgandan keyin mushahid turgan hammamiz suvni laytib, bizning o'zaro tashkilotlar arasida bo'lsin, ya xalqimiz arasida bo'lsin, ziddiyat terishqa, bu yerga chiqayotganlar bilan boshqalar o'tirisidagi munosabatni buzishga urinayotgan bundaq yomon niyatli kishilarga qat'iy fursat bermasligimiz lozim. Biz hammamiz bir kimida. Da'vo yo'lidagi hamma mayli qandaq tashkilot bo'lsin, qandaq shaxs bo'lsin, hammamiz bir kimida. Cho'qim bu kimini hammamiz shu birlikda mangdirishimiz lozim. Shuning uchun qarindoshlarim, mening umid qildig'inim butun dunyodagi xalqimizdan mushundaq yak xizmatlarni qo'llayli, o'zimiz ham birga chiqayli, hamma yerda mushundaq zolimga qarshi turadigan ideya, zolimga qarshi turadigan fikr bilan xalqimizni yetishtirishga hammamiz tirishayli. Ma xalqimiz, biz hammamiz mas'uliyatimizni tunayli. Mas'uliyatimizni tunayli. Bixutliqni, bihuda hayotimizni o'tkazadigan ishlarni tashlayli. Hammamiz qo'limizdan keladigan ishni qilayli. Allah subhanahu va taolo qilinmaydigandan hisob oladi. Qilinmaydigan ishimizdan hisob olmaydi. Balki biz qilalaydigan turib, uni qilmasaqcho, shu chaqda hisob oladi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Biz qilalaydigan ish turib, yani bixutlik qilib, beparvolik qilib sal qarsaqcho, buning hisobini bermaymiz. Mana shundaq mushaga chiqish orqali yoki yozish orqali, ya so'zlash orqali zolimga qarshi tura oladiganmiz, cho'qim hammamiz mas'uliyatimizni, burchimizni ado qilishimiz lozim. Shu turib oldigan, foydasi yo'q deb turib oldigan vaqt yo'q. Chunki foydasining bo'lish bo'lmasligini biz belgilamaymiz. Biz qo'limizdan keladigan kuchni chiqaramiz, tirishchanlikni qilamiz. Buning foydasini inshaalloh bizning tirishchanligimizga qarab Allah subhanahu va taolo cho bizga ato qiladi. Bu Allohning yordami, Allohning g'albisi o'yda baka oltag'anlar kelmaydi. Bihuda hayotini o'tkazayotganlar kelmaydi. Balki tirishchanlik qilayotgan, kuch chiqarayotganlar keladi. Koinotda Allah biz uqmaydigan nurning fursatlar koinotdagi qonun sabablardan keladi. Kep qoladi. Lekin bu fursatlar kimga keladi desa, cho'qim da'vo ustidagi, xizmat ustidagi tirishchanlik qilayotganlar keladi. Bihuda hayotini o'tkazayotganlarga bundaq fursat kelmaydi. Allah subhanahu va taolo mushahid turayotgan qarindoshlarimizga texim kuch-quvvat ato qilsin, bularning irodasini texim mustahkamlasin va shundaqli bizning Istanbulda sharoiti bor har qanday qarindoshlarimizninki mushaga chiqib bir kishilik o'zining burchini, mas'uliyatini ado qilishni bütün xalqimizdan umid qilamiz. Allah subhanahu va taolo hammamizdan rozi bo'lsin.